5600 kilometr yurgan Cobalt avtomat korobkamiz. Hali gaz qo'yilmagan benzinni o'zida. Hozir buni diagnostika qilib tekshirib ko'rganimizda xuddi metanga zajganiya qo'yganda zajganiyada rani qilingan. Mana gaz bosib ko'rsataman. O'zi sizlarga gaz bosganimda chirillash ovozi eshitildimi yo'qmi uni bilmadim-ku, lekin ham chirillash bor, ham 3,5 mingdan o't ketadi. Mashina idealni yurmaydi. Neza что motor baqiradi, lekin o'sha baqirganga yarasha rezultat bo'lmaydi. Lekin aslini olganda, metan qo'yilganda ham bu holatdagi zajganiya noto'g'ri. Asli sizlarga oddiy qilib tushuntirib aytadigan bo'lsam, taxometr 3,5 mingdan oshmasligi kerak. Bu zavod buni injenerlar tomonidan bekorga qo'yilmaydi 3,5 ming qilib. Sababi ограничение joyida turishi, korobka uzoq umr xizmat qilishi uchun injenerlar tomonidan 3,5 mingga qo'yiladi. Zajganiyda ham normal holatga qo'yiladi. Hozir do'pposlik qilib videosini ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa akalar, korobkasi ham, motorini ham normal holatdagi programmaga qaytardim. Ya'ni do'q rejimli programma yozib qo'yganman. Ittek kunda gaz qo'yaman dedilar. Ittek kunda gaz qo'yadigan bo'lsalar ham qaytib programmaga tegishmasligi uchun ikki rejimli programma qildim. O'zim maqsad bu videolarni olib chiqishim ittek kunda aynan mana shu muammolar sizlarda kuzatilmasligi uchun sizlarning foydalarini ko'zlagan holatda video qilyapman. Luboy avtomat korobka yangi mashina olganlaringdan keyin parkingda turibdimi, zavodni ko'ringlar. Mana parkingda turibdimi, neytralda turibdimi, farq yo'q. Turgan holatida gazni bolikgacha bosib ko'ringlar. 3,5 mingdan o'tib ketmayaptimi? Bu normal holat degani. 3,5 mingdan o'tyaptimi? O'zi bu ограничениyalar olingan, o'zi korobkani ham, motorni ham umrini qisqartirishga olib keladi. Bu videolarni olib chiqmasam ham, sizlarga aytmasam ham, shu sizdan ishim bo'laveradi. Prosta bu narsalarni aytmasak, ko'r-ko'rona ishlar ko'payib ketib, oqibatida jabr chekadigan sizlar bo'lib qolmanglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Bundan buyog'iga sizlar uchun manfaatli, foydali videolar chiqarishda davom etaman.